Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saxovat karvoni obunachilar, sog'lommisizlar? Hurmatli obunachilar, xudo xolasa proyektimizdagi o'zgarishlarni qo'ldan kelgancha sizlarga yetkazib beraman. Mashallah deb qo'yasizlar bu ishlarni. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa ichonlarni suvog'ini boshlab beribdilar. Tashqi taraflarimiz ham birini suvog'i bo'libdilar. Yo'ldan ham, bog'dan ham, Yunchkar tarafdan hurmatli obunachilar ham mer bitgan, lekin hurmatli obunachilar xudo xolasa ichona giribdilar. Bir katda ozgina yer qoldi, ikkinchi kat ham xudo xolasa yarım etib kelibdilar. Ularni ko'zlaringiz ko'radigan ishlar bo'lib turibdi. Yine hurmatli obunachilar, Ro'shanbek loyiha qilish bilan avvalo xudo xolasa ustalar ichonda suvog'i bosib o'tdilar. Ro'shanbek bormi bu yer? Bor. Bosib o'tibsizlarmi? Haydi. Ajoyib yine. Hurmatli obunachilar, ichondagi yangiliklarga ko'rgazingizlar. Muratbek bormi uka? Bosib o'tibmisizlar? Jonim sog'lik uka. Yine işan taraflara yine ustalar gelip suya basıp yine. Hormangla ukalar. Sağlamamızlar. Amasa geldi izleme. Yine birilerim hürmetli obunachilar. Ajoyib etib suv attılar. İşan tarafta bir aşağıda azgina yeri qolibdi bo'lgan. Uni ham olamiz hozir. Hammasini ko'rgazamiz. Yine Ro'shanbekning kichkina to'yiga hurmatli obunachilar. Salomlashqani. Assalomu alaykum. Nishsa? Avu bilan. Avu 10 qo'l bilan, 10 qo'ling bilan, avu qo'l bilan. Ayna. 10lik yetib oldingmi? Oydinmi-chi? Yapon. Yurkay, tashqarida ibollar aylanib kelamiz. Gaqay. Asta havoga yukilma. Asta tush. Hurmatli obunachilar, tashqi tarafda izdan ko'rgazingizlar. Yine tashqi tarafning suvog'i hurmatli obunachilar bitti xudo xolasa. Bo'lgan taraf ham ko'rgazaman. Bo'lgan ham akşam urib bo'libdilar hurmatli obunachilar. İçana giribdilar shu deshana bo'lib. Deshan tarafı birinchi sloy hurmatli obunachilar loy urildi. Zo'molloysiz. Yine hurmatli obunachilar bo'lgan tarafı ajoyib etib uribdilar mana. Bari hurmatli obunachilar birinchi sloy neçəsim qalın urasma, ip urasma berib tortadaq. Azana tortibdi, zarar yo'q. İkinci sloyda umuman yo'qolib ketadi xudo xolasa. Teplik sotib chiqadi. Ajoyib etib uribdilar. Endi faqat shu ichon taraf bilan urib o'salar, xudo xolasa hurmatli obunachilar shu og'zi bo'chilik etib shuni niyatlab turibmiz. Heyt kuni bo'lama, ya undan keyin bo'lama hurmatli obunachilar. Bering usta ikkilab taxtalarni isotlatib xudo xolasa porlik, petolliqlik, shipillik materiallarni hurmatli obunachilar birato'la olib beramiz. O'z fikringizni kommentariyada yozib ketaveringlar hurmatli obunachilar. Agar qilamiz shu ishni bir yanında duramiz desangizlar hurmatli obunachilar, men sizlarning e'tiboringizga qarab harakat qilaman. Agar bir yanında duramiz, davay bas uka. Qo'ldan kelsa yordam qilamiz, xudo xolasa qarab turibmiz desangizlar hurmatli obunachilar, o'zingiz fikringizni xohlasangiz kommentariyada yozib ketaverasizlar. İnşallah şungadan hazır hurmatli obunachilar xabarlarınız bor. 4,5 metap qarzimiz bor. Akşam efirimizda hurmatli obunachilar e'tibor umuman bo'lmadi degan bo'ladi. Akşam 230 ming so'm pul tushadi hurmatli obunachilar. Xabarlarınız bor. Hurmatli obunachilar, meni bilasa yolg'on gap ishlataverman. Shuni 120 ming so'm hurmatli obunachilar biznes aldım. Meni gel ketishim o'zi bo'lmaydi bu yerda hurmatli obunachilar. Yaqin yer emas. Progressam shu Hazarsa bor ekan bilan barobar hurmatli obunachilar. Kunda helam shu birgalikdaman bu yerda. Rasvot olmasın, lishni deb hurmatli obunachilar 1 metrgalikdaman. Shundan oydin hurmatli obunachilar rasvot oydin bo'lib turibdi. Iloji bo'lsa hurmatli obunachilar o'z fikringizni kommentariyada yozib ketinglar. Shunga qarab hurmatli obunachilar, men shu haytdan keyin bo'laman, yo burunroq bo'laman, harakat qilib materiallarni hurmatli obunachilar olib bosib tashlashakman. Sizlarning fikringiz kerak bo'lib turibdi faqatgina. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha marhamat singlimizdan shu asosiy insonlarga duo qildirib qo'yaman. Xudo xolasa hozir aslında xudo xolasa ishimizni davom qildirib, yana o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, men qo'ldan kelgancha sizlarga hurmatli obunachilar yetirib qo'yaman inshaalloh. Yine hurmatli obunachilar, yangilik zo'ri. Yine Xivadan mehmon kelibdi bizlara. Sen bolam, amasa keldingmi? Sen maktab javob berdimi? Endi bize bilan bo'lasanmi bu yerda? Xudo xolasa gitmisam endi? Yo'q. Bo'ldi. Sen bilan xudo xolasa shu joyingizga tamiz endi. Hurmatli obunachilar, marhamat singlimizni Xivada
Mektepte okuyup birgen farzandlari şu. Allah'ım razı olsun şulardan. Marhaba. Soraşı böyle öpeceğim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum obunaçılar. Sağ salamet yurtmisiler. Yani canlarınız sağma. Allah'ım sağ olup birgeysiler. Bir dua kılıp bu geçir oylatıp şu ihsan seven insanlara bir koldan gençse. İlah amin. Yurtumuz genç asmanımızın safa bol vay. Su belasından, ot belasından, dülle belafetlerden Allah'ım öz esresin. Kesellerimize şifa verdi. Uzak seferde ülkelerimizin emtene canını sağ edip kısa kiramla bereket vergeysen. Amin. Kurban eksanlar Allah dergahında kabul olayım. Amin. Bizlerden kaytmasak bu adam kaytkay. Berçe eksan kılıp duran insanlarımızı sağ salamet yolu bürgeyle olayım. Allahu ekber. Duanızı icabet basım ki. Ne gelip tükü Cuma. Cevap verdi mi mektepte? Cevap verdiler mi? Acayip. Oladı bir şey. Neyse o kadın gayrı böyle bir şey. Xuda kalasa ustara yine köpelçek okuşuydu Xuda kalasa. Ya var. Hürmetli abançlar Xuda kalasa ağzı yine kol kümeket hemen de ustara göğe atar inşallah. Yine yengelikle buladık kıladığım bolsa sizler koldan geçesiyim ki de Xuda kalasa taşa bir hareket kılamam. Hürmetli abançlar Xuda kalasa şurayla komentarlar yazıp fikirlerinizi yazıp like'lara basıp gitesilerden ümit demem. Hürmetli abançlar fikir kulasanızı Xuda kalasa kütemem. İnşallah. Esen hürmetli abançlar, her şeyinize Allah'ım razı olsun. Sağ olun, bolaysızlar.